Assalomu alaykum hurmatli podpischilarimiz. Mana navbatdagi darvozamiz skromli 2 qavatlik tuplyonli darvoza tayyor bo'ldi. Bu ustanovka klient bilan zakazga yasalgan. Mana bu girdlari ko'rishingiz mumkin. Girdlari ham skromli, ajib gul ishlamasi yo'q. Skromli fasonchada. Mana bu ikkita yoni bo'ladi. Bu mana bu tepa qismi. Mana ko'rishingiz mumkin. Tepasi ham ajoyib gullar bilan ishlangan. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Sifatli aytilgan vaqtda yasab olib ketib qo'yib beramiz. Mana bu yerda mana yana bitta darvozamiz bu. High-tech fason deyiladi bu. High-tech bo'lgan. Mana bu joylari nejavika, qora nejavikadan ishlangan. Bular hali joyida unaqasi olinadi. Alkafon bo'lgan bu. Ko'rishingiz mumkin. Bu ham o'zgacha ajoyib. Mana bu tepa qismi lazer bilan ishlangan. Buni ham yonida mana bunaqa nalishniklari bor. Buni nalishnigi maydaroq. High-tech bo'lgani uchun fasoniga mos, girdiga klient talabiga binoan klient aytganiga qarab yasab berganmiz. Mana buni yonida kalitkachasi ham bor. Kalitkasi mana bu. Buni ham girdchasi mana shu. Mana bu yerda kalitkasi. Bular joyiga yana ustanovka qilinadi. Ustanovka qilingandan keyin yana qolgani qo'yamiz. Qolganini ham ko'rishingiz mumkin.